Assalamu alaikum qarindoshlar. Cibran Halil Cibranning Danishmand nomli asrining davomi. Uy makon. Bir tomchi kishilar to'pining oldiga o'tib so'radi. Endi bizga uy makon haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. U mundaq javob berdi. Sen shaharda uy makon silishdan burun xiyoling cho'l bayovnida bir kulba bitgan bo'lsin. Çünki senin gugumda qaytib ketadigan uying bo'lgandala sening g'uvolikda sarson bo'lib yurgan ruhingning makoni bo'ladi. Makoning sening zo'raygan jismingdir. Sening makoning quyosh nurida operada bo'ladi. Jimjit kechalarda uxlaydi. Balki tush ko'rmay qolmaydi. Sening makoning tush ko'rmasmi? Tushida shahardan chiqib tağlar ve ormanlarda yürgenlikini görmezmi? Ben sizlerinin öy makallarını alqınımğa yığıp, andın ularga xuddi uruk çaçqandek ormanlıqqa ve yap-yeşil dalalarga çekivetsem deymen. Tağ cılgınları sizlerinin koç bazarlarına bolsa, yeşil bostanlıklar sizlerinin mahalle koçlarına bolsa, sizler tal barangları aslında uçuratqanыңlarda, bardı keldi qilishqanыңlarda, kiyiminglardan zimminning xushpurqi chiqib tursa deb arzu qilaman. Ammo bu vaqtincha ish ochmaydi. Ajdodinglar tashvish ichida sizlarni bir yerga to'plagan. Bundaq tashvish yana azroq davom qiladi. Uy makoninglarni shahar sepilinglar, etiziqlardan avvalgidek ayirib turmoqda. Urfalısdaki halayık, bana dep beringlarçu. Sizlerning uyinglarda nimalar var? Sizler ishkinglarga qulp silib, nimani qo'g'dimoqchi? Sizlardagi tinchlik, jasoratinglarni texmi namoyon qiladigan xotirjamlik va rag'batmi emasmi? Aslamanglar, qalbinglarning igiz cho'qqularini tutashtirib, nur chaqnab turadigan Hasan Husan ko'rikumu emasmi? Sizlerdeki güzellik, yağaç taşlardan bitken, imaretlerden kalbinlerini mukaddes tağlarına başlayıp baralamdı yok. Bana da beringlarçu, sizlerinin öy makanınlarda muş nesler var mı? Ya ki sizlerde rahat ve rahat temasını var mı? Bu sırlık ve hilliger nerse, mihman bulup uyumlarına kervaladı da, andın peydinpey ailenlerinin ezasıga, ahır berip, xo'jayinlarga aylandi emasmi? Haddiginay, u oxiri bir hayvon ko'ndirgichga aylanib, ilmak va qamchilar bilan sizlarning ulug'vor orzu g'oyanglarni qo'nchoqqa aylantirib qo'ydi. Uning qo'llari yipakdek yumshoq bo'lgani bilan yuragi to'mirdan yasalgandir. U sizlarni allay et xultidi-yu, karotinglar yanada turib, jisminglarni masxar qiladi. U sizlerning sağlam sezgüliğlerini xuddi nazik farfur buyumlarga o'xshash mamuq orsiga yo'gab qo'ydi-yu, ularni mazoq qiladi. Darhaqiqat, rohat tamasi ruhinglarning ilhom va qiziqliqini bo'g'ib o'ltirida sizlarni kulib turib dafn qilib o'tadi. Sizlar Tangrining qizi o'g'illari, ammo sizlar g'aflatga patmasanglarlar, to'g'ri tushib qolmaysizlar. Ko'ndirgichlarning qo'liga qolmaysizlar. Sizlarning makoninglar langar bo'lib qolmasdan, balki mashti bo'lsin. U ishki yaranglarni yepib turadigan parqiraq teri emas, balki ko'zni qo'g'daydigan kirpik bo'lsin. Sen ishkingdan kirib chiqish uchun qanotlaringni yig'ib tugilmasliging, to'g'risqa usulishdan ansirab beshingni agmasliging, tomning o'lib ketishidan qo'rqib tiniqingni to'xtata olmasliging kerak. Sen o'liklar, tiriklar uchun yasab bergan qabrda turmasliging kerak. Sening uy makoning qanchalik yashamatlik bo'lib ketishidan qat'iy nazar, u sening ichki siringni yo'shirmaydigan, orzu armonlaringni bug'maydigan bo'lsin. Chunki sening ilkingdagi cheksizlik
Əriş saraylarında dururdu. Əriş sarayları səhər tumanlarını özgə işik, gecədəki cimcitlik və kuylarını özgə derizə tunluq qılırdı. Kiyim-kechak. Bir to'qqizinchi mundaq so'radi. Bizga kiyim-kechak haqida so'zlab bersangiz. U javob berib mundaq dedi. Kiyim-kechak sizlarning nurg'un go'zalliklaringizni yepib oladi. Zinhor ayib nuqsonlaringlarni yapolmaydi. Sizlar kiyim-kechakdan yepish erkiga erishdinglar. Shundaqla o'zinglarga asorat topdinglar. O'zinglarga yugan soldinglar. Men sizlarni quyosh hem shamol bilan kiyim-kechak sirtidan emas, balki ko'proq o'z badani orqali uchrashgan deyman. Chunki hayotlik quyosh nurida ko'klaydi. Hayotlik tiniqlari shamol bilan birga bo'ladi. Oranglarda ba'zilar shimol shamoli biz kiydigan kiyim-kechaklarni to'qigan deyishidi. Menmu shundaq deyman. Biroq shimol shamolining dasturgohi kishini xijil qiladi. Onun yip talaları bedenimizni sipap ötüp muskullarımızı huzurlandırdı. Şimal şamali işini tamamlagan çağda ormanlıkta qaqaqlap külüdü. Səminlarda bolsun ki, xicil boluşunun özü yaman közlerden saklanılan qalqandır. Yaman niyetler pütürler yoqalgan çağda xicil boluş qalbinlardaki boyun turuq hem düşet boludu o. Şunum unutup qalmanglar ki, zimin sizlərinin yalan ayak putunlar bilen söyüşünü xalaydı. Şamal sizlərinin çeçenlerini oynaş qamarak. Elim setim. Bir so'zgar mundaq so'rdi. Bizga elim setim to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz. U mundaq javob berdi. Zimin sizlarga o'z mulkini taqdim qiladi. Agar sizlar uni yolg'iz egallab olmoqchi bo'lsanglar, u sizlarga nisb bo'lmaydi. Ziminning so'g'ularini o'zaro almashtirib tursanglar, u chaqda sizlar mo'lchilik ham qanoat his qilasizlar. Mubada ilim setimde insani qalb ve adillik bo'lmaydigan, u holda ba'zilar yalmavuzga aylanib ketadi, ba'zilar sarg'ayib saman bo'ladi. Sizlar bozorlarda dengizlardan, etizlardan ve üzümlük bağlardan kelganlarni, to'qimchi, ko'lalchi ve ipar yiquvchilarni uchirtsizlar. Sizlar zimin parishtlarining oranglarga kelishini hamda ularning tarozini adil, shundaqla hisobotini muqaddas qilib berishini tilanglar. Bekar talab kishilarni ilim setim ishlaringlarga aralashtıra olmanglar. Ular gapdallik qilib sizlarning amginglarni bulib oladi. Sizlar ashundaq kishilarga biz bilan birga etizlarga beringlar yoki bizning qerindishimiz bilan birga dengizga to'r selinglar. Chunki dengiz bilan qo'rqliq sizlar va biz uchun o'xshashla sehiy danglar. Agar neychi yoki usulchi nag'machilarni uchratsanglar, sizlar ularning so'g'usi uchun bedel to'langlar. Chunki ularmu meyvechi va qushpuroqlarni yiquvchilardir. Ularning dasmoyisi sizlarga bir tushdak tuyulsimu, ammo ruhinglarning o'zigidir. Sizlar bozordan ayrilish oldida bozorchilardan hech kimning quruq qo'l emasligini ko'ringlar. Chunki hammanglarning ehtiyoji qolmag'icha zimin farishlarining ko'zi uyquga bormaydi.